Bunaqa xonadonni 3 ta sababi bor ochishga. Birinchi sababi mana orientir xotira bog'i, bu yoqda televizorga. Yana ikkita sababini kuzatib boring, hozir hammasini tushuntirib beraman. Endi ikkinchi sababini aytib o'taman. Yerimizning umumiy maydoni 2.9 sotuv, lekin akamlar shu uyim necha kvadrat chiqsa, har bir kvadratini 1100 dotda yana kelishtirib beradilar. Hozir mana tepadan chiqib qo'yaman. Ishimizdan chapimizda sanuzil, bu yoqdan holga kirib ketasiz, endi bu yoqqa o'tamiz. Bering, bu yoqda o'ng qo'limizda fontan, bu yoqda chiroyli qilib yana bitta letniy oshxona qilib qo'ygan ekanlar. Manzarani qarang, qanaqa chiroyli. Havoni kelishini qarang, shamol uryapti. Eng kerakligi obdon uchishini qarang. Qanaqa zo'r obdon uchyapti. Turasini oxirida aytib o'taman, bu yoqda kladovka qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoqda mana kotelniy xonani qarang qanaqa holati. O'zlari uchun hamma оборудованиясini, yaxshilarini, zo'rlarini qo'ydirgan ekanlar. Bu vходga kiramiz. Kirishimizdan chiroyli bitta xona, televizor ko'radigan joy. Menga zo'r yoqqan tarafi bu yoqni namozxona qilib qo'ygan ekanlar. Qarang qanaqa holat. Вообще zo'r. Bu garajdan kirgan joyimiz. Hozir ikkinchi etajga chiqamiz. Etajga chiqishimiz bilan bitta chiroyli holni ko'ryapsiz. Qo'limizda bitta spalniy, remontlari hammasi tayyor, hammasini qilganlar. Bu yog'imizda oshxonada mebellar bilan birga, hamma narsasi bilan birga kelishib, shundoq tashab chiqib ketaman deyaptilar. Bu yog'imizda sanuzil. Bu yog'imizda zalni ko'rsangiz bo'ladi. Remontlari tayyor, remontdan chiqqan ekan, endi 3-chi etajga chiqamiz. Etajga chiqishimiz bilan hol ko'ryapsiz, to'rida sanuzil. Sanuzilni ko'ryapsiz, bu yerda spalniy ekan. Mana spalniy, bu yerda garderobning hamma narsa tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoqqa o'tamiz. O'zida yana bitta spalniy. Bu yerda spalniy ko'ryapsiz, garderobning hamma narsasi tayyor ekan. Bu ham bitta spalniy. Uchinchi sababini aytaman. Mana uchinchi sababi ko'ryapsizmi? Unga chiqdim, qarang. Bu yoqdan uchinchi sababi shundoq Haytown, bu yoqda mana shundoq xotira bog'i, televizorga eng zo'r tarafi Bodomzor, shundoq masjidga yaqin. O'zingizga to'g'ri keladigan lokatsiya orientir bo'yicha kelib shu xonadonni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r tarafi mebellari bilan birga hammasini shundoq tashab chiqib ketaman deyaptilar. Olgan odamga buyursin, Alloh xayr barakotli qilsin. O'zlariga bemalol telefon qilib savdosini qilsangiz bo'ladi. Alloh bor, sizda bundan ham zo'r imkoniyat bor.